Assalomu alaykum hammaga, qadrli o'quvchilar va ustozlar. Xo'p, demak, ekran va ovoz hammada yaxshimi? Ekran va ovoz aytib yuboringlar-chi. Izohlarda yozib yuboringlar. Xo'p, demak, agar ekran va ovoz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz, xudo xolasa, trigonometriyaga kirish bo'ladi. Demak, bugun trigonometriyani asosiy xossalari va asosiy ayniyatlarini o'tamiz. Xo'p, rejamiz tayyor har doimgidek. Rejani birinchi qismida burchak va radianni o'rganib olamiz. Demak, burchak va radianni o'rganamiz. Asosiy endi ikkinchi qismida esa asosiy ayniyatlarni o'rganamiz. Trigonometrik ayniyatlar bor, mana shularni o'rganib chiqamizda. Xo'p, mavzuning 3-qismida esa mavzuga doir misollarni tahlil qilib ko'ramiz. Xo'p, demak, menimcha ekran ovoz hammaga yaxshi bo'ladigan bo'lsa, darsni sekin-asta ma'lumotlarini berishda boshlayman. Xo'p, qaranglar. Trigonometriya bu bizda ko'pchilik tushunadigan shu sinus, kosinus, tangens, kotangenslar hisoblanadi. Trigonometriya, ya'ni uchburchaklarni o'lchaymanda bu. Ma'nosi shunaqa, trigonometriya ya'ni uchburchaklarni o'lchash. Lekin bizda hozirda uchburchak emas, asosiy xossalarni o'rganishimiz kerak. Burchak nimaligini bilishimiz kerak, radian nimaligini bilishimiz kerak. Mana shularni bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, bizda trigonometriyada birlik aylana beriladi har doim. Ya'ni o'zi trigonometrik doira degan so'z borda. Ya'ni trigonometrik doira, ya'ni aylana deyilganda markazi koordinata boshida bo'lgan, radiusi esa 1 bo'lgan mana shunaqangi uchburchakka aytiladi. Uchburchak deyapman, aylanaga aytiladi. Radiusi 1 bo'lishi kerak ekanda. Endi buni markaziy burchagini menimcha hamma biladi. O'rtasidagi burchak, ya'ni tomonlari hamda aylanani kesib o'tadigan burchak, ya'ni bizda markaziy burchak deyiladi. Endi bizda bir radian bor. Ya'ni radiusga teng bo'lgan yoyning, yozamiz qoidasini. Radiusga teng bo'lgan yoyning markaziy burchagiga bir radian deyiladi. Xo'p, endi bizda radiandan burchakka, burchakdan radianga o'tish bor. Xo'p, birinchi navbatda burchakdan radianga o'tishni o'rganib olaylik. Demak, burchakdan radianga o'tish. O'zi qaranglar, mana bizda masalan bitta o'zi radian degani bu 180 gradusni pi ga bo'lganimizga teng bo'ladi. Taxminan 57,3 gradusda bo'ladi. Agar gradusga hisoblamoqchi bo'lsanglar, taxminan shunaqa. Endi masalan demak, burchakdan radianga o'tishni ko'rmoqchimiz-ku. Masalan bizda 2 pi
pi taqsim demaylik shuni. 30 gradus bo'lsin-da. Ana shu burchakni radianga o'tishim kerak. Bu burchakni radianga o'tishim uchun pi taqsim 180 ga ko'paytiraman. Ko'paytiradigan bo'lsam pi taqsim 6 chiqadi. Demak, burchakdan radianga o'tish uchun mana bu yerga yozib ketaman. Pi taqsim 180 ga ko'paytiriladi. Sizlar ham qoida qilib yozib ketsanglar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi shu yergacha? Ko'paytiriladi. Tushunarli bo'ldi-ya? Masalan, 60 gradus dedi. Pi taqsim 180 ga ko'paytirsam, demak bu yerda pi taqsim 3 chiqadi-da. Masalan, 210 gradus. Ko'paytirsam pi taqsim 180 ga. Ikkalasi ham 30 gradusga bo'linadi bular, to'g'rimi? Bunda 7, bunda esa 6 qoladi. Shunda bu 7 pi taqsim 6 radian bo'lar ekan. Endi radiandan burchakka o'tishni ko'raylik. Radiandan burchakka o'tish. Radiandan burchakka o'tish. Bu ham juda ham oson. Masalan 2 pi taqsim 5 dedi. 2 pi taqsim 5. Buni radian ko'rinishda berilgan. Men hozir buni burchakka o'taman. Demak, 2 ni mana bu o'zi mana qilish kerak. 2 pi taqsim 5 ko'paytiruv 180 taqsim pi bo'ladi. Demak, radiandan burchakka o'tish uchun 180 taqsim pi ga ko'paytiramiz. Tushunarli bo'ldi-ya? Juda ham oddiy ma'lumotlar. Hozirgi dastlabki boshlangan mavzumizni misollari ham unchalik qiyin bo'lmaydi, xudo xolasa. Demak, bu yerda pilar qisqaradi. 36 chiqadi va 72 gradus chiqadi. Xo'p, masalan 3 pi taqsim 2 dedi. Demak, 3 pi taqsim 2 ni nima qilaman? Ko'paytiraman 180 taqsim pi ga. Bu yerda hozir pilar qisqarib ketadi. Bu bilan bu ham qisqarsa 90. 90 ni ko'paytiraman 3 ga. 90 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 270 gradus chiqadi. Masalan, yana 4 pi taqsim 10. Unaqa qilish ham shart emas o'zi. Mana bu pi ni 10 ga boru 180 gradusni qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Xo'p. Demak, 4 ko'paytiruv 180 taqsim 10 deb yozib ketsa ham bo'laveradi. Bularning nollari qisqaradi-da. 4 kere 18 72 gradus chiqadi. Yana bitta misol, masalan, bu yerga yozadigan bo'lsam, 5 pi taqsim 6 bo'lsin. 5 ni 180 ga ko'paytirib 6 ga bo'lib yuboraman. Shunda bu ikkalasi qisqaradi, 30 chiqadi. 30 ni 5 ga ko'paytirsam 150 gradus chiqadi. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni burchakdan radianga va radiandan burchakka o'tish formulalari, kelib chiqish qoidalarigacha hammasini tushuntirdim mana. O'tish uchun, demak, pi taqsim 180 ga ko'paytiriladi. Keyin mana bu yerda esa radiandan burchakka o'tish uchun esa 180 taqsim pi ga nima qilinar ekan? Ko'paytiramiz ekanda. Xo'p, endi bizda sinus, kosinus, tangens, kotangens bor, to'g'rimi? Men geometriya mavzularida ham sinus, kosinus mavzularini endi o'tamiz menimcha, to'g'rimi? Bu yerda burchak sinusi, kosinusi nima ekanligini aytib o'tganman-da. Mana bu bilganlarda, masalan, sinusni ko'rinishi mana bu birinchi chorak deyiladi bizada. Mana bu ikkinchi chorak, bu uchinchi chorak, bu esa to'rtinchi chorak. Sinus har doim mana bu tepadagi birinchi, ikkinchi choraklarda har doim musbat bo'ladi. Uchinchi va to'rtinchi choraklarda har doim manfiy bo'ladi. Bilib qo'yinglar bu ham. Xo'p, endi kosinusni oladigan bo'lsam,
kosinusni oladigan bo'lsam. Xo'p, bu birinchi chorak dedik, bu ikkinchi, bu uchinchi, bu to'rtinchi. Mana bu choraklarda musbat kosinus. Bu kosinusniki. Kosinus. Bu choraklarda musbat. Birinchi hamda to'rtinchi chorakda musbat. Ikkinchi va uchinchi choraklarda manfiy. Endi tangens. Tangensni qiymatlari qaraydigan bo'lsam, mana bu chorakda musbat, bu yerda manfiy, bu yerda musbat, bu yerda manfiy. Bu tangensga ham ketaveradi, kotangens alfaga ham ketaveradi burchaklari. Ikkalasiniki bir xilda. Birinchi, ikkinchi, uchinchi hamda to'rtinchi choraklar mana. Endi qaranglar, masalan, bizga musbat manfiyligi haqida savollar tushishi mumkin-da. Masalan, sinus 271 gradus edi. Musbatmi, manfiymi? Sinus 271. O'zi burchaklari mana bu yeri 0 gradus bo'lsa, mana bu 90 gradus o'zi. Mana bu yerdan qarasa ham bo'linib ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Bu tarafi ham 90, to'g'rimi? Bu yer shunda 180 bo'ladi. Bu yer 270, bu yer esa 360. 271 gradus mana bu yerga keladi taxminan. Mana shu yerda, ya'ni mana bu 4-chorakda. Demak, sinus 271 gradusda qanaqa ekan? Manfiy bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, masalan, tangens 362 gradus desa. 362 gradus. Bittalar ham kelsa 360 mana bu yerga. Bitta endi bu tarafga qo'shilib 362 gradus mana shu yana birinchi chorakka tushib qoladi-da. Demak, tangens 362 gradusda nima bo'lar ekan? Musbat bo'lar ekan. Tushunarli bo'lyapti-ya? Keyin qaranglar, masalan, sinus 2 deb yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Sinus 2 gradus deb yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Sinus 2 gradusni topish muammo emas. Sinus 2 gradusda musbat edi, to'g'rimi? Lekin sinus 2 degani bu sinus 2 radian degani. O'zi 1 radian 57,3 gradus edi. Bu taxminan sinus 114 mi shunaqa gradus bo'ladi va bu endi nima bo'ladi? Bu nima bo'ladi hozir shu yerda? Musbat bo'ladimi, manfiymi? Musbat bo'ladi, to'g'rimi? Ikkinchi chorakka tushadi-yu. Bu ham musbat bo'ladi. Shunaqa qilib adashtirib yubormasligimiz kerak-da. Gradus o'lchovlarida. Xo'p, endi mana shu sinus kosinuslarni trigonometrik jadvaldagi qiymatlari bor. Ya'ni gradusdagi qiymatlari. Masalan, bizda hozir sinus 0 gradusda 0 ga teng. Buni bilib qo'yishimiz kerak-da. Sinus 30 da 1/2, sinus 45 da. Sinus 45. Bunda 2/2. Sinus 60 desa 53/2 bo'ladi va sinus 90 da 1 ga teng. Keyin sinus masalan 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu bizada 53/2 ga teng bo'ladi. Sinus 135 da 52/2 bo'ladi. Sinus 150 da bu 1/2. Sinus 180 da esa 0 ga teng. Sinus 360 gradusda ham 0 ga teng hisoblanadi. Mana shu jadvalni yod olib qo'yishimiz kerak. Bu hali sinusniki. Ana endi kosinusni yozib chiqsam. Kosinus 0 gradusda. Bu 1. Kosinus 30 gradusda. Bu 3/2. Kosinus 45 gradusda. Bu 2/2 bo'ladi. Keyin kosinus 60 gradusda. Bu 1/2. Kosinus 90 gradusda. Bu adashmasam 0 ga teng.
Keyin kosinus masalan 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, endi u yerda manfiy bo'ladi. Minusda 1 taqsim 2. Kosinus 135 ta minus 2 taqsim 2 ga teng. Kosinus 150 ta minusda 3 taqsim 2 edi. Keyin kosinus 180 gradusda bo'lsa, minus 1 ga teng. Agar kosinus 360 kerak bo'ladigan bo'lsa, u yerda yana 1 ga teng bo'ladi. Endi tangensni topish ham muammo emas. Tangens masalan 0 gradusni topishim uchun sinus 0 ni kosinus 0 ga bo'lishim kerak. 0 chiqadi. Tangens 30 da sinus 30 da 1 taqsim 2, kosinus 30 da 3 taqsim 2 shunda 1 taqsim 3 chiqadi. Tangens 45 da ikkalasida ham sinusda ham kosinusda ham 2 taqsim 2, ikkalasini bir-biriga bo'lib yuborsam 1 chiqadi. Tangens 60 3 chiqadi. Tangens 90 da esa aniqlanmagan tushuncha keladi. Sababi sinus 90 da 1 ga teng, kosinus 90 da 0 ga teng. 1 ni 0 ga bo'lish mumkin emas, ya'ni mavjud emas. Bo'sh to'plamni yozib qo'yaman. Xo'p, yo'q, xullas shunaqa. Agar kotangens 0 kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda endi mavjud emas bo'ladi. Kotangens 30 gradusda 3 bo'ladi. Kotangens 45 da 1 ga teng bo'ladi. Kotangens 60 da esa 1 taqsim 3 bo'ladi. Kotangens 90 da esa xo'p 0 ga teng bo'ladi. Xullas shunaqa. Buni chiqarish umuman muammo emas. Xo'p, demak, biz hozir musbat manfiyligi va qiymatlari haqida gaplashib oldik. Ana endi bu ayniyatlarga doir misollar ham ko'rib ketsak bo'ladi. Misollarni lekin oxirida ko'rib ketaveramiz. Hozircha bu yetadi. Xo'p, endi asosiy xossalarni ko'rib chiqdik hozir. Ularning ichida endi jufttoqligi ham bor. Jufttoqligi qanaqa bo'ladi desanglar, shu avvalgidek biz funksiyalar mavzusida o'tganmiz. Funksiyalar mavzusida masalan fx beriladigan bo'lsa, qaranglar, o'zi bitta narsani aytib qo'yay. Masalan sinus x, keyin tangens x va kotangens x bular har doim toq funksiya hisoblanadi. Toq funksiya. Agar kosinus x keladigan bo'lsa, bu esa har doim juft funksiya hisoblanadi. Bitta misol bilan ko'rib ketaylik. Masalan, sinus x qo'shilgan x dedi. Juftmi toqmi dedi. Minus sinus x ni qo'yib chiqsam, minusni oldiga chiqaradi sinus, minus x bo'ladi. Endi bu ikkalasidan minusni olib chiqsam, sinus x qo'shilgan x qaytib keladi. Bu oldiga minusni chiqardimi? Demak, bu qanaqa funksiya bo'ladi? Toq funksiya bo'ladi. Endi ayniyatlarni gaplashib olaylik. Asosiy trigonometrik ayniyatlardan. Ayniyatlar. 6 ta trigonometrik ayniyat bor edi. Xo'p, birinchisi sinus kvadrat x ga kosinus kvadrat x ni qo'shadigan bo'lsam, bu har doim 1 ga teng. Buni har doim bilishimiz kerak. Ikkinchisi tangens x bu sinusni kosinusga bo'lganimga teng. Boya tepadagi tangens bilan kotangensni qiymatlarini mana shunaqa qilib topgandim. Keyin kotangens x. 3-formula bo'lsin. Bu kosinus x ni sinus x ga bo'lganimga teng. To'rtinchisi esa 1 plus tangens kvadrat x teng bo'ladi 1 taqsim kosinus kvadrat x ga. Keyin 5-inchisi 1 plus kotangens kvadrat x esa bu 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng. Keyin 6-inchisi tangens x ga kotangens x ni ko'paytiradigan bo'lsam, bu 1 ga teng bo'ladi. Mana shu bizda ayniyatlar edi. Mana shu ayniyatlar orqali biz hozir bir nechta misollar ko'rib chiqamiz. Xo'p, oddiydan boshlayman. Mavzuga oid misollarda endi bu. Mana shu ayniyatlarni qo'llab misollarni ko'rib ketamiz hozir mavzu davomida. Mana mavzuga oid misollar qismi.
Xo'p, birinchi savol mana shu radian necha gradus deyapti. Men buni birinchi boshida aytdim, to'g'rimi? 6 ko'paytirib 180 deb olib 45 ga bo'lib ketsa ham bo'laveradi. Bu yerda 180 bilan 45 bir-biriga bo'linadi, tepada 4. Demak, 24 nima bo'lar ekan? Gradus bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 6 ko'paytirilgan sinus 30. Sinus 30 da 1/2 edi. Minus 3 ko'paytirib kosinus 0 da bu 1 ga teng edi. Plus 7 ko'paytirib sinus 0 dan 0 ga teng edi. Qo'shilgan 9 ko'paytirilgan kosinus 180 gradus. Kosinus 180 da o'zi minus 1 ga teng, oldidagi minus bilan 1 ga teng bo'ladi bu. Hisoblab ko'radigan bo'lsam, bu 0 bo'lib ketadi. Mana bu ikkalasi 3. 3 dan 3 ni ayiraman. Keyin 9 ni qo'shishim kerak ekanda. Shunda javobimiz nima chiqadi? 9 chiqadi. Xo'p, keyingi 3-savolga o'tamiz. 3-savolda sinus kvadrat pi taqsim 6 ning kvadrati. Pi taqsim 6 bu bizada 30 gradus. Ya'ni sinus 30 gradusning qiymatining kvadrati. Demak, bu 1/2 ning kvadrati bo'ladi. Keyingisi mana bu esa bu kosinus 60. Kosinus 60 da ham 1/2 bo'lardi. 1/2 ning kvadrati so'ralyapti yana. Keyingisi mana bu ildiz 2/2 chiqadi bundan. Shuni kvadrati qo'shilgan. Keyingisi tangens 60 da necha edi boya? Tangens 60 da ildiz 3 ekan. Demak, ildiz 3 ning kvadrati bo'ladi. Keyingisi esa tangens pi taqsim 6 ning kvadrati, ya'ni bu ham ildiz 3. Ildiz 3 ning kvadrati. Xo'p, hisoblasam mana bu 1/4, keyingisi ham 1/4, keyingisi 1/2 chiqadi. Xo'p, keyin mana bular esa 3 ayrilgan 3. Shular qisqaradi. Ikkalasini qo'shsam o'zi 1/2 bo'ladi. Mana bu 1/2 ni ham qo'shadigan bo'lsam, javobi 1 degan javob chiqadi. Juda ham oson savollar bugungi mavzu, xullas. 4-savolga o'tamiz. Tenglamadan x ni toping deyapti. Xo'p, bu yerda 7x taqsim 5. Xo'p, endi bu tarafda ildizda turibdi. Minus 120. O'zi 120 da ildiz 3/2 edi. Bu minus bilan minus yo'qolib ketadi. Minus ildiz 3/2 bo'lar ekan o'zi. Keyin mana bu tangens 120 da esa tangens 60 ga teng bo'lardi. Tangens 60 da ildiz 3 midi? Ildiz 3 ekan. Demak, ildiz 3 bo'ladi. Ko'paytirilgan kosinus 60. Kosinus 60 da 1/2 edi. Demak, hisoblaydigan bo'lsam, bu tangens mana bunda musbat. Shunda manfiy bo'lsa, musbat bo'lib ketar ekan. Mana bu ichkari qismiga qarasanglar, mana bu qism 0 bo'lib ketar ekan. Shunda 7x taqsim 5 teng 0. X ning qiymati ham 0 chiqadi-da. 0 bo'ladi javobi. 5-savolga o'tamiz. Fx berilgan, mana 5 pi taqsim 6 deyapti va gx berilgan. Sinus x minus 2 bo'lsa, bizdan so'rayaptiki, j fx ni toping. Demak, mana bu yerga fx ni olib borib qo'ysam, j fx nimaga teng? Sinus, mana bu x ni o'rniga mana buni olib borib qo'yginga tengda. 5 pi taqsim 6 minus 2 bo'ladi. Demak, sinus 150 gradus edi bu. Sinus 150 gradus boya radianda hisoblab ko'rgandik. Sinus 150 gradusda 1/2 edi. 1/2 dan 2 ni ayiradigan bo'lsa, minusda 3/2 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, tushunarli bo'lyapti-ya, o'quvchilar, ustozlar. Endi 6-savol. Quyidagilardan qaysi biri musbat deyilyapti? Musbat. Demak, chorakka e'tibor qilamiz-da. Qaranglar, katangens 187 gradus. Bu adashmasam 3-chorakka tushadi. 3-chorakda katangens musbat edi. Sinus 316 gradus. 316 gradus bu 4-chorak manfiy. Musbatni manfiyga bo'lsam, javobi manfiy bo'ladi. Bu demak manfiy A javob. Kosinus 340 gradusda musbat. Sinus 185 gradusda manfiy. Musbatni manfiyga bo'lsam, bu ham manfiy chiqadi. Keyingi sinus 195. Bu 3-chorakka tushadi. Bu yerda manfiy. Kosinus 333 gradus. Bu 4-chorakda, bu musbat. Demak, manfiyni musbatga bo'ladigan bo'lsam, bu ham manfiy chiqadi. Tangens
315 gradus. Bu yerda tangens manfiy kosinus 225 gradus. 3-chorakka o'tdi, 3-chorakda ham manfiy. Manfiyni manfiyga bo'ladigan bo'lsa musbat chiqar ekan. Demak, javobimiz qaysi variant ekan? D variant bo'lar ekan. Xo'p, endi 7-savolga o'tamiz. 0,5 nuqtani koordinata boshi atrofida 180 gradusga burganda u qaysi nuqtaga ko'chadi? Demak, masalan, birlik aylanib oladigan bo'lsa 0,5. Mana bu yerda-yu, to'g'rimi? 0,5. Uni 180 gradus koordinata boshi atrofida 180 gradusga bursam, ya'ni bu tarafga qarab yursam 180 gradus mana bu yerga keladi, to'g'rimi? Bu nuqta endi 0,5 bo'ladi-da. Shuning uchun javobimiz nima bo'lar ekan? 0,5. Xo'p, 7-savol ham ishlandi. Ana endi 8-savolga o'tamiz. Xo'p, o'quvchilar tushunarli bo'lyapti-ya. Izohlarda yozib faol bo'lib boringlar. Men ham shunga qarab motivatsiyam ko'payib, masalan, sizlarni darsga qatnashishlaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, men ham e'tiborni kuchaytirib darsni o'taman-da. Xo'p, mayli, 8-savolga qaraymiz. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri toq? Minusni qo'yganimda minusni oldiga chiqarib yuboradigani A javob ekan o'zi. Hozir mana bunga minusni qo'ysam, f minus x ni hisoblasam-da, oldiga minus sinus 7x chiqadi. Mahrajdan chiqmaydi o'zi u. Modul x bo'lib turaveradi. Demak, bittasidan chiqdi-da, o'zi boshqasini teshkirib o'tirish nima emas? Shart emas. Demak, mana shu funksiya bizda minusni oldiga chiqargani uchun toq funksiya hisoblanadi. Xo'p, endi 9-savolga o'tamiz. Soddalashtirish so'ralgan. Xo'p, bu yerda qaranglar. Mana bu 1 o'rniga ayniyatdagi birinchi formula bor-ku, sinus kvadrat alfa qo'shilgan kosinus kvadrat alfa. Shuni qo'yib yuborsam, bu tarafda kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Bu yerda hozir sinus kvadrat alfalar qisqarib ketadi. Mahrajda yana nima bor hali? Kosinus kvadrat alfa bor. Demak, tepa ikkita kosinus kvadrat alfa, mahrajda esa kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfalar qisqarib ketadi va 2 degan javob kelib chiqadi. 10-savolga o'tamiz. Sinus alfa minus kosinus alfa 3/2 bo'lsa deyapti. 8 ta sinus alfa kosinus alfani qiymatini toping deyapti. Xo'p, demak, mana shuni ikkala tarafidan kvadratga oshirsam-da hozir. Shunda sinus kvadrat alfa minus 2 ta sinus alfa kosinus alfa qo'shilgan kosinus kvadrat alfa teng 3/4 ga. To'g'rimi? 3/4. Endi sinus kvadratga kosinus kvadratni qo'shsam, bu nimaga teng bo'lardi? 1 gami? Shunda 1 minus 2 ta sinus alfa kosinus alfa teng 3/4. Bu yerdan 2 ta sinus alfa kosinus alfa deganim 1 dan 3/4 ni ayiradigan bo'lsam 1/4 ga teng ekan. 1/4. Mana shu 4 ni bu tarafga ko'paytiraveraman. Ko'paytirib yuborsam 8 ta sinus alfa kosinus alfa teng bo'lib qoladi 1 ga. Mana javobi. Demak, javobimiz nima bo'lar ekan? 8 ta sinus alfa kosinus alfaning qiymati 1 ga teng bo'lar ekan. 11-savolga o'tamiz. Xo'p, endi 11da qaraydigan bo'lsak, mana buni kosinus alfa qo'shuv 2 deb yozib olsa ham bo'laveradi buni, to'g'rimi? Kosinus alfa qo'shilgan 2. Shunda bu qisqa ko'paytirishdagi a plus b a minus b formulasiga ko'ra kosinus kvadrat alfa minus 4 ni beradi-da. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Buni lekin sinus alfa qo'shilgan 2 deb yozib olish kerak-da. Shunda sinus kvadrat alfa minus 4 bo'lib qoladi. Endi bu yerda qaranglar, mana bu sinus kvadratga kosinus kvadratni qo'shsam 1 ni beradi.
ayiramiz 4, ayiramiz 4, ya'ni 8 dan ayirishim kerak. Shunda -7 qoladi. Demak, javobimiz -7. Juda ham oddiy misollar. Unchalik qiyin emas-da bu mavzu sababi. Xo'p, endi 12-savolga e'tibor qaratamiz. 12-savolda tangens alfa -4 bo'lsa deyapti. Mana bu ifodani hisoblang deyapti. Tangens alfa degani sinus alfani kosinus alfaga bo'lish, to'g'rimi? Teng -4. Bu yerdan hozir sinus alfani topadigan bo'lsam, -4 kosinus alfa bo'ladi. Ya'ni sinus qatnashgan joyga -4 kosinus alfa tashlab ketsam bo'ladi. Demak, teng 4 ta sinus alfa deyapti. 4 ta mana bu sinus alfani o'rniga -4 kosinus alfani qo'yib yuborsam bo'ladi. -6 ta kosinus alfa, mahrajida esa kosinus alfa qo'shilgan 3 ko'paytiruv sinus alfani o'rniga yana -4 kosinus alfani qo'yib yuboraman. Demak, tepada -16 kosinus alfa -6 ta kosinus alfa. Mahrajida esa kosinus alfa -12 ta kosinus alfa. Hisoblaydigan bo'lsam, tepasi -22 ta kosinus alfa bo'lar ekan, mahrajida -11 ta kosinus alfa. Demak, kosinus alfalar qisqarib ketadi, minus plus bo'lib ketadi. 22 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsam, 2 degan javob kelib chiqadi. Demak, javobimiz 2 bo'lar ekan. Endi 13-savolga o'tamiz. 13 ta soddalashtirish so'ralgan. Demak, mana bu misolni soddalashtirishimiz kerak. Xo'p, buni soddalashtirish uchun teng yozaman. 2 ta demak, kosinus 4-darajada alfa ko'paytiruv mana bu tangens 4-darajada alfani sinus 4-darajada alfa taqsim kosinus 4-darajada alfa deb yozsam bo'ladi. Qo'shilgan sinus 4-darajada alfa qo'shilgan kosinus 4-darajada alfa. Bu yerda hozir mana bu ikkalasi qisqarib ketadi va 2 ta sinus 4-darajada alfa qo'shilgan 2 ta sinus 4-darajada alfa qo'shilgan sinus 4-darajada alfa qo'shilgan kosinus 4-darajada alfa. Demak, bu umumiy holatda 3 ta sinus 4-darajada alfa qo'shilgan kosinus 4-darajada alfa bo'lib qoladi. Yo'q, mana bu yerda xatolik bor ekan, misolni bu misol chiqmaydi bo'lmasa, mana bu tangens kvadrat alfa bo'lishi kerak. Shunaqa qilib ishlab ko'raylik chiqani. Sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Shunda nima bo'ladi bu yer? Mana buni bittasi qoladi, ikkitasi qoladi. Shunda ikkita sinus taxlab yozadigan bo'lsam buni sinus 4-darajada alfa qo'shilgan ikkita sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa qo'shilgan kosinus 4-darajada alfa. Bu ifoda bizda sinus kvadrat alfa qo'shilgan kosinus kvadrat alfani qavs kvadratini beradi. Ya'ni qavs kvadrat necha o'zi 1, 1 ni kvadrati necha bo'ladi baribir? 1 bo'ladi. Xo'p, bu 13-savol edi. 14-savolga o'tamiz. 14-savolda a'ning qaysi natural qiymatida mana bu ifoda ko'paytmada 1 ga teng bo'ladi deyapti. Biz boya ayniyatda tangens alfaga kotangens alfani ko'paytirganimni 1 ga teng deb olib ketganim, to'g'rimi? O'zi qaranglar, nima bo'lish kerak o'zi? Mana bu yerda turgan ifodalar bir-biriga nima bo'lishi kerak uning uchun? Teng bo'lishi kerak mana. Alfa-ku. Demak, a kvadrat qo'shilgan 6 ta a minus 2 teng bo'lishi kerak. 5 ta a kvadrat qo'shilgan 10 ta a minus 10 ga. Xo'p, demak, buni ham soddalashtirsam 4 ta a ni kvadrati plus 4 ta a minus 8 bo'ladi, teng 0. Hammasini 4 ga bo'lib yuborsam a kvadrat qo'shilgan a minus 2 teng 0. Demak, a1 ni qiymati minus 2, a2 ni qiymati esa 1 chiqadi. Demak, javob minus 2 va 1 bo'lar ekan. Bu 14-savol edi. 15-savolga o'tamiz endi. 15 ta
Demak, 15-savolda 3a qo'shilgan 3c ni qavs kvadrat qo'shilgan 3c minus 3b ni kvadratini a plus 2tasi minus b ga bo'lish so'ralyapti. Xo'p, buni qanaqa qilib ishlasak bo'ladi endi? C bu yerda 3 ga teng ekan. C ni o'rniga shuni qo'yib yuborsam-da hozir. 3a qo'shilgan 9 ni qavs kvadrati bo'lyapti, to'g'rimi? Qo'shilgan C ni o'rniga 3 ni qo'yib yuborsam 9 minus 3ta b ni kvadrati tepa. Keyin pastki qismi esa a minus b plus 6 bo'lyapti-da. Tepani soddalashtirsam qanaqa bo'lar ekan? Bitta ko'raylik chiqani. 9 ta a ni kvadrati qo'shilgan 54 ta a bo'ladi, qo'shilgan 81 plus 81 minus 54 ta b bo'ladi, qo'shilgan 9 ta b ni kvadrati. Xo'p, endi pastda esa a minus b qo'shilgan 6 bo'lyapti. Sinus 54 ta sinus kvadrat alfa, 54 ta kosinus kvadrat alfa. Bu yerda nima qilib o'zgartirsa bo'ladi buni? Misolda o'rtasi minus ekanda mana bu yer. Shunda bularga minus ta'sir qilsa, hozir bu taraflar o'zgarib ketadi-da. Plus 81 minus 81 bo'ladi. Keyin 54 ta a midi bo'yi minus plus 54 ta b bo'ladi. Keyin yana nima bor edi? Minus 9 ta b kvadrat bormidi? Plus bo'lib ketadimi? Bu minus ta'sir qiladi-ya o'zi. Minus 9b kvadrat bo'ladi. Keyin bu yerda qisqaradigan ifodalar mana bu 81 lar qisqarib ketadi. Keyin nimalar qoladi bu yerda? 9 ta a ni kvadrati minus 9 ta b ni kvadrati qo'shilgan 54 ta a qo'shilgan 54 ta b, mahrajida esa a minus b qo'shilgan 6 bo'ladi. Xo'p, mana buni 9 ni olib chiqsam a kvadrat minus b kvadrat, ya'ni a minus b yu a plus b. Bu ya'ni nima degani? Sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x degani. Keyin sinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x degani. Plus 54 ta a 54 ta b. 54 ni olib chiqadigan bo'lsam a plus b qoladi, ya'ni sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x qolib ketadi. Mahrajda a minus b plus 6. Bular o'zi 1 yo'qolib ketadi, bu ham 1. Tepada shunda 9 ko'paytiruv sinus kvadrat x minus 9 ko'paytiruv kosinus kvadrat x qo'shilgan 54 qoladi. Mahrajda a minus b qo'shilgan 6. Yana a bilan b ni o'rniga qo'yib yuborsam va tepadan 9 ni olib chiqadigan bo'lsam a minus b qo'shilgan 6 qoladi. Mahrajda ham a minus b qo'shilgan 6 qoladi. Demak, bu yerdan mana bu a minus b qo'shilgan 6 lar qisqarib ketib, natija 9 bo'lib qoladi. Demak, javobimiz 9 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi-ya. Bugungi mavzu mana shulardan iborat edi. Unaqangi ichiga kirib ketadigan darajada qiyin mavzu emas. Hali mavzularimiz hali oldinda yana o'tiladi. Bugungi o'tilishi kerak bo'lgan mavzu, demak, trigonometriyaning asosiy xossalari, asosiy ayniyatlari mana shulardan iborat edi. Demak, darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, izohlarda plus qoldirib yuboringlar-chi. Dars tushunarli bo'ldi-ya. Unaqangi qiyin narsa o'tmadik. Xudo xolasa birozdan keyin mana shu uyga vazifani tahlili, zapisini tashab qo'yib, uyga vazifasini ham tashab qo'yaman. Demak, sizlar bilan Jamshid Sobirov bo'ldi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.